Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahrini Farg'ona vodiysi bilan bog'laydigan Angren shahri Ohangaron ko'chasida joylashgan Qorabog'soy daryosi ustidan o'tuvchi ko'prikning bir qismi qulab tushgani haqidagi xabarlar tarqaldi. Biz ushbu xabarlarga oydinlik kiritish maqsadida O'zyo'l ko'prik davlat muassasasi mutaxassisi bilan telefon orqali suhbatlashdik. 2025-yil 13-may kuni taxminan soat 20:00larda A373 Toshkent Ohangaron Angren Qo'qon Shahrixon Andijon avtomobil yo'lining 85-kilometrida joylashgan Qorabog'soy ko'prigi Toshkentdan Andijonga yo'nalishi bo'ylab ko'prikning chetidagi oxirgi oraliq qurilmasi, ya'ni piyodalar yo'lagi ostidagi bir dona temir beton balki sinishi kuzatildi. Ushbu hodisa yuzasidan jabr ko'rganlar yo'q. Harakat tasmasining bir tomon qismida balki sinishi oqibatida Toshkent Andijonga yo'nalishi bo'yicha avtomobillar harakati vaqtincha cheklanganligi munosabati bilan ushbu hududda eng qisqa va soz holatda bo'lgan D19 Angren shahar aylanma avtomobil yo'lining 5 kilometr uzunlikdagi qismidan vaqtinchalik aylanma yo'l sifatida tanlandi va avtomobillar harakati ushbu avtomobil yo'liga yo'naltirish orqali qayta tiklandi. Qorabog'soy ko'prigi 1969-yilda qurilganligi va avariya holati kuzatilganligi munosabati bilan tiklash ishlari jadal tarzda amalga oshirilmoqda. Tez fursatlarda ushbu ko'prikni tiklash ishlari yakunlanib, avtotransportlarning xavfsiz harakati yo'lga qo'yiladi.